Demak, biz bottomga 50% berib ushbu holatga keltirdik, ya'ni otasini tepasiga yopishib turibdi. Endi shu yerda savol tug'ilishi mumkin, qanaqa qilib boshqa ushbu itemlarga o'xshab o'rtada keltirishimiz mumkin, ya'ni vertikaliga yoki bo'lmasa gorizontaliga, shuni ko'ramiz. Buning uchun biz bottomga demak foizda yoki bo'lmasa pikselda o'rtaga olib kelishimiz mumkin, test qilib, deylik, bu yoqqa 25%, 30%, lekin bu unchalik ham to'g'ri yo'l emas. Ya'ni birinchidan ancha ko'p vaqt ketishi mumkin, ikkinchidan baribir ham o'rtaga kelmaslik ehtimollar ham bo'ladi. Shuning uchun demak biz o'rtaga olib kelishimiz uchun transformdan foydalanamiz. Transformma translate funksiyasidan. Demak, translate y qilaman, sababi bizga vertikaliga kerak. Bu yerga 50% beramiz. Saqlab tekshiradigan bo'lsak, mana o'rtaga keldi. Demak, shunaqa o'rtaga keltirmoqchi bo'lsak, vertikalga yoki gorizontalga biz demak position ichida transform translate dan foydalanamiz. Agar x o'qida qilmoqchi bo'lsak, bu yerga x qilamiz, bunga ham 50% dan beramiz. Saqlab tekshiradigan bo'lsak, mana demak gorizontal chiziqda o'rtaga keldi. Ikki taraflama o'rta qilmoqchi bo'lsak, ham vertikalga, ham gorizontalga, buni ham yo'li oddiy, uje payqagan bo'lishinglar kerak. Translate o'zidan foydalanib, virgul qo'yamiz, yana 50%. Saqlaymiz. Demak, mana o'rtaga keldi.